Tushda yalang'ochlik ko'rishning ta'birlari. Tushda yalang'och qolib, yopinadigan narsa izlash, sharmanda bo'lish, gap so'zlarga qolishdir. Yalang'ochligidan uyalmaganini, odamlarning bunga e'tibor bermaganini ko'rgan kishi hajga boradi. Uyatli joylari yopiq bo'lgan holda yalang'och yurganini ko'rgan kishining da'vosi isbotlanadi. Qamoqda bo'lsa qutuladi, gunohlari uchun tavba qiladi. Tushda yalang'och bo'lish ayolning gap so'z bo'lishidir. Badavlat kishi shunday tush ko'rsa, kasodga uchraydi. O'zini yalang'och ko'rgan xizmatchi ishdan bo'shatiladi. Erining yonida yap yalang'och bo'lib yechinganini ko'rgan ayol ajrashadi. Tushdagi yalang'ochlik qiynalib yashayotgan kishi uchun yaxshi, mol ko'lchilikda yashayotgan kimsa uchun yomondir. O'zini yalang'och ko'rgan va bundan uyalmagan kishi kambag'allashadi, ammo iymoni mustahkamlanadi. Ibn Sirin aytadiki, kimki o'zini tushda yalang'och va odamlardan uyalayotgan va badanini berkitish uchun kiyim qidirayotgan holda ko'rsa, haj talabida bo'lishiga belgidir. Agar tush ko'ruvchi pokiza va pokdomon bo'lsa, gunohlari afv etiladi. Agar tush sohibi yomon odam bo'lsa, ta'biri yomonroqdir. Kirmoniy aytadiki, kimki o'zini yalang'och ko'rsa, o'zi mol qildiruvchi bo'lsa, g'am anduhga dalildir. Jobir Mag'ribiy aytadiki, tushda yalang'ochlik mehnat va rasvolikka dalildir. Hazrati Sodiq aytadiki, yalang'ochlik tushda yaxshi odam uchun hayrat va sozlik, yomon odam uchun rasvolik, behurmatlik va nosozlikdir. Bu tush turli xil mazmunda bo'lishi mumkin. Misol uchun, inson tushida nafaqat boshqalarni, balkim o'zini ham yalang'och ko'rishi mumkin. Tush sohibi tushida o'zini yalang'och ekanligini ko'rsa, o'ngida kichik janjallarga aralashib qolishdan ehtiyot bo'lmog'i kerak. Bordiyu boshqa bir tanish yoki notanish insonni tushda yalang'och ko'rish yon atrofdagi hasadgo'y kishilar g'ibati qurboniga aylanishi mumkinligidan ogoh etadi. Bundan tashqari, bu tushni ko'rgan kishi betob bo'lib qolishi mumkinligi haqida ham boxabar etadi. Agar ayol jinsiga mansub kishi o'zini yalang'och turganligini ko'rsa va bundan o'ziga mahliyo bo'lsa, erkaklarning hurmat e'tiboridan chetda qolishi mumkinligidan dalolat beradi. Bordiyu badani xunuk bir ahvolda ko'rinsa, kelishmovchilik va janjal sababli obro'yiga putur yetishi mumkin. Boshqa manbalarga nazar tashlaydigan bo'lsak, tushda ayol yoki erkakligidan qat'iy nazar yalang'och kishini ko'rish yaxshilikka ta'bir qilinmaydi. Bu tush hasadlik yoki moddiy taraflama qiynalish belgisidir. Agar yosh yigit tushida yalang'och bo'lib qolganini ko'rsa, biznes yoki moliyaviy muammolarga duch kelishi mumkin. Sog'liqqa ham e'tibor berishi kerakligini unutmasligi lozim. Agar siz jamoat joylarida yalang'och kimsani ko'rsangiz, bu o'zingizga bo'lgan ishonchsizlik belgisi va tez aldanishdir. Unda siz juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilishingiz va har qanday firibgarga ishonmasligingiz kerak. Agar siz vahima bilan yurgan yalang'och odamni tushda ko'rsangiz va u nima qilish kerakligini o'ylayotgan yoki vaziyatdan chiqishga urinayotgan bo'lsa, ishdagi va biznesdagi muammolaringizni bir ko'zdan kechirganingiz ma'qul. Barcha narsa siz o'ylaganingizdek ketayotganiga ishonch hosil qilishingiz ma'qul. Yalang'och ayol nima uchun tushda gavdalanadi? Ko'p tush kitoblari bu hayotdagi qiyin chiziqlar va turli g'iybat bilan bog'liq bo'lgan qora chiziq deb ta'birlanadi. Ba'zi tarjimonlar tushda yalang'och go'zallikni paydo bo'lishi, samimiy xayollarni, yangi do'stlarni yoki boshqa quvonchli voqealarni amalga oshirishning belgisi deb bilishadi. Iloji boricha tushning tafsilotlarini eslashga harakat qiling. Bundan tashqari, bu tushni ko'rgan odamning jinsi muhim ahamiyatga ega. Agar bunday tushni yigit kishi ko'rsa, lekin tushida samimiy holat yuz bermagan bo'lsa, unda martabasining past darajasidan noroziligini anglatadi. Agar qiz jinsiga mansub kishi tushida yalang'och ayolni ko'rgan bo'lsa, o'ngida o'z tanasi va ko'rinishidan unchalik mamnun emasligini ifoda etadi. Bordiyu semiz ayolni yalang'och holda ko'rsangiz, sog'ligingizga e'tibor qaratishingiz shart ekanligidan dalolat beradi.